Assalomu alaykum do'stlar. Hop, bugun ko'radigan mavzuyimiz oylik hisobot jo'natish. Demak, oylik hisobot hammaga qulay va ma'qul bo'lishi uchun ikki qismdan iborat bo'ladi. Bizning dasturimiz birinchisi oylik hisobotni oddiy shaklda ko'rib chiqamiz. Deyarli 70% 80% korxona xuddi shu shaklda topshiradi. Va ikkinchi murakkab shaklimizda bu keyingi videoda bo'ladi. Oylik hisobotning imtiyozlar qismi, daromad soliq imtiyozlari qismi, ijtimoiy soliq imtiyozlari qismi, shuningdek ijara va boshqa daromadlarni oylik hisobotda aks ettirish ko'rib chiqamiz. Hop, demak, oylik hisobotning oddiy shaklini boshladik. Hop, hisobotlarimiz my.soliq.uz saytidan yuboriladi. Kirgan paytimizda bizga shaxsiy kabinetlarni taklif qiladi. Jismoniy shaxslar uchun, yuridik shaxslar uchun va YATda uchun. Hop, biz firma bo'lsak, yuridik shaxsga, YATda bo'lsak, mana bu kabinetga kirishimiz kerak bo'ladi. Hop, jismoniy shaxs kabinetidan kirganimiz bilan biz oylik hisobot jo'nata olmaymiz. Demak, yuridik shaxslar uchun kabinetga kiramiz. Hop, bu yerga kirishni tanlaymiz. Demak, kaltingiz tanlang bo'ladi. Bosadigan bo'lsak, bizga taklif qiladi o'zimizning kalitlarimizni. Hop, o'zimizga kerak bo'lgan kalitni tanlab kirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana firma. Hop, kirish bosamiz. Keyin parol yoziladi. O'zimiz qo'ygan parolimizni teramiz. Okey. Va bo'ldi, mana bizni shaxsiy kabinetimizga kirib oldik. Endi shaxsiy kabinetimizdan mana bu xizmatlar bo'limi bo'ladi. Umumiy batafsil bosadigan bo'lsak, mana xizmatlar ro'yxati kelib chiqadi. Endi bizga kerakli bo'lgan xizmat bu hisobot yuborish. Mana yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga kiramiz. Kirgan paytimizda bu yerda elektron shakllar hamda jurnal bo'limi turadi. Jurnal mana bu yerda 2025 qabul qilingani bosadigan bo'lsa, mana oldin yuborgan yanvar-fevral uchun yuborgan hisobotlarim turibdi. 2024 tanlab qabul qilingani bosadigan bo'lsam, 2024-yil yuborilgan hisobotlar esa yangi hisobot yuborish uchun shu bo'limga kiriladi. Bu yerda qo'shilgan qiymat soliq hisoboti, aylama soliq hisoboti, foiz soliq hisoboti, mavzu birinchi kodda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq hisobotlari turibdi. Shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin bu yerda hisobot paketlari ochiladi. Hop, har bir paketning o'ziga vazifasi bor va misol uchun mana bu sentyabr oyida ochilgan hamda 2022-yil fevral oyigacha amalda bo'lgan. Hop, biz agar 2021-yil uchun, misol 2021-yil dekabr oyi uchun qayta hisobot qilmoqchi bo'lsak, shu paketni tanlaymiz. Misol 2024-yilni qayta hisobotini qilmoqchi bo'lsak, mana bu paketga kiramiz. Bu paketning boshlanishi, bu tugashi. Nima uchun paketlar boshlanib tugagan? Chunki har bir paketdan keyin 3-4 oyda bitta yangilik qo'shilgan hisobotga. Qaysidir satr olib tashlangan yoki satr qo'shilgan. Shuni hisobiga paketlar yangilangan. Va qayta hisobot qilish maqsadida paketlar saqlanib qolingan. Hammasini o'chirib tashlamagan. Chunki qayta hisobot aynan eski shakli bo'yicha qilinadi. Hop, biz o'zimizga yangi hisobot yaratish uchun birinchi paketga kiramiz. Mana hali tugamagan paketga kiramiz. Kirganimizdan so'ng hisobot detallari to'ldirilishi kerak bo'ladi. Hop, hisobot turini tanlashimiz kerak bo'ladi. Hisobot yoki qayta hisobot yoki qayta hisobot KP. Hop, hisobot yangi hisobot yuborish uchun, odatiy hisobot jo'natish uchun. Qayta hisobot. Misol uchun, o'tgan yilda qaysidir hisobotda xato ketgan, dekabr hisoboti xato ketgan, bitta ishchini oyligi kamroq ko'rsatilgan. Ishini hisobiga o'zimiz bilib, qayta hisobot qilib, oyligini to'g'rilab jo'natyapmiz. O'shanda qayta hisobot tanlanadi. Hop, qayta hisobot KP, kameralniy проверка degani bu. Ya'ni endi soliq bizga xat jo'natyapti, shu hisobotning xato to'g'rilab yubor degan ma'noda. O'sha paytda qayta hisobot KPni tanlab, kerakli davr uchun hisobotni yuboramiz. Hop, bizda hozircha hisobot yilimizni tanlashimiz kerak. 2025 2025-yil uchun hisobot yuboraman. Hop, davrda kerakli davr tanlashim kerak. Qaysi oy uchun hisobot yuborsam, o'shani tanlayman. Hop, bugungi sana 26-mart, bugun shunaqa hisobot yuborib bo'lmaydi. Yuborib bo'lgan taqdirda ham u kechiktirilgan hisobot bo'ladi. Fevral uchun yuborgan hisobotim. Mart uchun hali hisobot yuborishga erta. Mart uchun hisobot yuborgan taqdirda ham qabul qilmaydi. Hop, men o'zim uchun fevralni tanlab hisobot yubormoqchi bo'laman. Hop, fevralni tanladim va bunday pastga tushamiz.
pastga tushadigan bo'lsak, mana bu hisobotda umumiy shakli bo'ladi, ko'rinishi bo'ladi. Biz bu hisobotdagi mana bu yozilgan summalarimizni eslatib o'tishim kerak. Mana bu sariq oynani, sariq kataklarni biz to'ldirmaymiz. Soliq o'zi avtomatik ravishda to'ldiradi. Biz yozgan summalar asosida albatta. Biz mana bu ko'p kataklarga summa yozishimiz kerak bo'ladi. Endi bu summalarni men qayerdan olib yozaman? Bu summalarni olib yozishim uchun menga hisobotning shablon fayli kerak bo'ladi, Excel fayli kerak bo'ladi. Buning uchun mana biriktirilgan shablon faylini, shablon yuklab olishni bosaman va menda shablon paydo bo'ladi. Shablonni ochib olamiz. Shablonni ochib oldik. Bu o'sha hisobotda biriktirilgan Excel fayl bo'ladi. Ushbu hisobotda ishlarimni ro'yxati keltiriladi, lavozimi, ishlari, shuningdek necha pul oylik olgani keltiriladi. Xo'p, endi misol uchun menda deylik 3 dona ishda bor. 1, 2, 3 tartib raqamga o'sha ketma-ketga qo'yiladi. Hop, jismoniy shaxs familiya ism-sharifini yozishim kerak bo'ladi. Ishchilarimizning familiyasi misol uchun Saydullayev Akbar Anvar o'g'li. Keyingisi Sayfullayev Rasul Shodiyor o'g'li. Va Davronov Malik Kamoliddin o'g'li. Hop, bizda demak mana 3 ta ishchi bor. 3 ta ishchini endi lavozimini yozishim kerak ekan. Birinchi ishchi rahbar, ikkinchi ishchi buxgalter, uchinchi ishchi kassir misol uchun. Sotuv do'koni. Ishchiga o'sha ishchini 14 talik pasportda keltirilgan ishchi raqamini yozishim kerak bo'ladi. Hop, bizda hozircha farq yo'q. Ish raqam shu yerga yoziladi. Endi ish o'rni tashkil qilingan sana. Hop, ish o'rni 01.01.2025-yilga tashkil qilingan bo'lsa, 01.01.2025 yoziladi. Joriy yilda tashkil etilgan bo'lsa, o'sha sana ko'rsatilib qo'yibdi. Hop, nima degani bu? Ish o'rni, ya'ni mana bu ishchilarga aloqasi yo'q. Misol kassir degan ish o'rni deylik. Kassir ish o'rni agar bizga 2025-yilda ochilgan bo'lsa, ishchi qachon olinganini ahamiyati yo'q. Misol uchun 2024-yilda ochilgan korxona bo'ladigan bo'lsa va rahbar bilan buxgalter o'sha o'tgan yil ishga olingan bo'lsa, biz shu yerga 01.01.2025 ko'rsatishimiz kerak ekan. Ikkalasiga ham. Misol uchun kassir degan lavozim o'tgan yil bo'lmagan, 2025-yilni fevralning boshida ochilgan va ishchi martda olingan yoki fevral o'rtasida olingan. Ishchini qachon olingani aloqasi yo'q ekan. Demak, kassir degan ish o'rni, vakant ish o'rni 01.02.2025-yilda olingan bo'lsa, xuddi o'sha sanani ko'rsatib, hisobotni to'ldirib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, endi bizda ham xuddi shunaqa bo'lsin. Hop, fevralda ishga olingan ishchi va fevralda vakant ish o'rni ochilgan. Endi jismoniy shaxsning turi ko'rsatish kerak ekan, rezident yoki norezident. Rezident bilamiz, O'zbekiston fuqarosi yoki chet el fuqarosi yoki fuqarolik bo'lmagan shaxs agar O'zbekistonda 1 yil davomida 383 kundan ortiq yashasa. Norezident shuni teskarasi. Keyingisi hisobot davrida xodimlik holati ishlab kelmoqda yoki mehnat shartnomasi bekor bo'lgan degan joyga 1 yoki 2 ni qo'yish kerak ekan. Demak, agar ishchi hozir o'sha oyda hisobot jo'natayotgan oyimizda ishlayotgan bo'lsa 1 qo'yish kerak ekan. Agar ishlamayotgan bo'lsa 2 qo'yish kerak ekan. Misol fevral oyi uchun hozir hisobot yuboryapman. Agar fevralda 1 kun ishlagan taqdirda ham shu yerga 1 qo'yiladi. Fevral oyida umuman ishlamasa, ya'ni u oldin bo'shab ketgan, yanvarda bo'shab ketgan bo'lsa, o'shanda 2 qo'yiladi. Bo'lmasa 1 kun ishlagan bo'lsa ham, 1 soat ishlagan bo'lsa ham shu yerga 1 qo'yib ketiladi. Keyingisi mehnat shartnomasi turi deb qo'yibdi. Bu yerga asosiy, o'rindosh, fuqarolik huquqidagi va qurilish korxona tomonidan shartnoma asosida yo'llangan. Xo'p, 4 xil son qo'yishimiz mumkin bu yerga 1 2 3 4. Agar misol uchun asosiy mehnat shartnomasi asosida olingan bo'lsa, nima degani bu asosiy?
va mana shu ishchi olingan va shu ishni davom etib ketaveradi shu ishida. Hop, u bilan hamma kelishuvlar kelishib olingan, ishi haqiqiy o'zimiz ishimiz bo'ladi. O'rindosh degani, hop, misol uchun mana bu kassirimiz deylik, 2 oyga yoki 3 oyga mazasi bo'lmay qoldi va uni o'rniga boshqa bitta ishchi 2 oy yoki 3 oy muddatga ishga olindi. Demak, to'g'ri qo'yib qo'shamiz o'sha ishchini va bu yerga mehnat shartnomasi degan joyga 2 qo'yib ketamiz. O'sha ishchi o'rindosh bo'lgani uchun. Hop, ya'ni birovni o'rniga vaqtinchalik ishlayapti. Demak, mana bu kassirimiz kelgandan keyin u ishchi o'z-o'zidan ishdan bo'shatiladi. Keyingisi fuqarolik huquqidagi shartnoma. Bu shartnomani mazmuni shunday bo'ladiki, hop, u biz uchun qanaqadir xodim yoki ishchi bo'lmaydi. Oddiy fuqaro, boshqa fuqaro bizni qanaqadir ishimizni qilib beradi, ma'lum bir ishimizni, buyurgan vazifamizni qilib beradi. Misol uchun, hop, biz o'zimizni hop, korxonamiz uchun YouTube'ga videorolik yaratmoqchimiz, kanal yaratmoqchimiz. Mana shu kanalni boshidan boshlab yaratib, bitta videorolik qilib berish bitta fuqaroga topshirilsin, ishchiga topshirilsin va mana shu fuqaro bilan biz shartnoma tuzaylik. Ya'ni aniq bitta ish, o'sha kontent yaratish va aniq bitta muddat qo'yaylik. 1 oy muddat misol uchun. Endi fuqaro o'sha 1 oy muddatda shu kontentni yaratib bizga taqdim qiladigan bo'lsa, biz unga shartnomada kelishilgan haqni berishimizga to'g'ri keladi. Endi agar 1 oyda ulgurmasa, shartnoma shartlariga qaraymiz, kamroq summa yoki yana uzaytirish masalasini ko'rib chiqamiz. Hop, fuqarolik huquqidagi shartnoma mehnat kodeksiga amal qilmaydi. Ya'ni bu degani ishchi uchun qanaqadir otpuska yoki bo'lmasa kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, больничный degan narsalar bo'lmaydi. Ishchi korxonaga soat 9 dan 6 gacha kelish kerak yoki bo'lmasa 5 dan 7 gacha kelish kerak degan shartlar ham qo'yib bo'lmaydi. Hop, fuqarolik huquqidagi shartnoma oddiy xuddi xizmat sotib olishga o'xshaydi. Ishchi bilan kelishib, fuqaro bilan kelishib shartnoma qilinadi, ishni bajaradi, ketadi. Endi 4 qurilish korxona tomonidan o'sha shartnoma tuzmasdan просто yig'ishtirishga ba'zi bir ishchilar yollanadi, xodimlar yollanadi va ularga qo'liga pul beriladi. Hop, bular uchun mana shu kattakka to'ldirish kerak bo'ladi. Hop, demak bizning hamma ishlarimiz asosiy ish o'rniga olingan. Keyingisi ish vaqti deyapti. 1 stavka, 0,5 stavka yoki 0,25 stavka. Ishchi ishlashi mumkin bo'lgan maksimal stavka bu 1,5 stavka hisoblanadi. 1 stavka bilamiz 8 soatdan iborat. Misol uchun rahbarimiz 0,5 stavka ishlaydi, qolgan 2 ta ishchi 1 stavkadan ishlaydi. Keyingisi ish o'rni doimiy. Hop, mana bu yerda hisobotda xatolik mavjud. 01.01.25 yil holatiga mavjud bo'lgan vakant hisobga qabul qilingan deyilishi kerak edi aslida. Keyingisi joriy yilda yangi yaratilgan ish o'rni hisobga olingan deyapti va 4 mavsumiy deyapti. Hop, endi ish o'rni haqida yana gap ketyapti. Mana deyapti. Demak, rahbar degan ish o'rni ochilgan bo'lsa va doimiy kelayotgan bo'lsa, keyingisi 01.01.25 yil holatiga mavjud bo'lgan vakant hisobga qabul qilingan deyapti. Hop, nima degani bu? Misol uchun, hop, mana bu davr deylik. Hop, mana bu yerda 2025-yilning boshi bor. Ya'ni 2025-yil mana shu yerdan boshlanadi. Hop, 2024-yilda, ya'ni mana bu davrda hop, buxgalter degan lavozim ochilgan. Buxgalter degan lavozim ochilgan va bu o'sha sanada buxgalter ishga olingan. Buxgalter ishladi. Hop, mana shu noyabr oyida bo'shab ketyapti. Bo'shab ketgandan keyin bu buxgalter degan lavozim hozircha mana bo'shab ketgandan keyin vakant bo'ladi. Vakant bo'ladi. Endi vakant lavozimga yana ishchi olish mumkin. Bizga buxgalter kerak bo'lsa, agar buxgalterning ishini misol rahbar qilib yurgan bo'lsa, kassir qilib yurgan bo'lsa yoki boshqa ishlar qilib yurgan bo'lsa, ishchiga ehtiyoj tug'ilmaydi o'z-o'zidan. Va yilning oxirigacha vakant bo'lib kelyapti. Yildan keyin ham vakant bo'lib kelyapti. Endi keyin 2025-yilning yanvar yoki fevral yoki mart oyida ishchi ishga qabul qilinyapti. Hop, mana shu holatdagina biz hisobotga 2 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshdan tushuntiraman. Hop, agar lavozim ochilgan o'tgan yilda va lavozim ochilganda ishchi olingan yoki ishchi olinmagan farqi yo'q va 2025-yilning mana 31-dekabr va 1-yanvar oralig'ida o'sha lavozim
hozircha vakant bo'lib turibdi va 25-yildan keyin demak vakant lavozimga ishga olinyapti. Mana shu holatda 2 qo'yiladi. Keyingisi joriy yilda yangi yaratilgan ish o'rni hisobiga deyapti. Demak, bizda mana shu o'tgan yilda kassir degan lavozim, kassir degan ish o'rni umuman bo'lmagan. Mana hozir ham mana bu yoqqa bekorga 0102 qo'ymadik, ish o'rni tashkil qilingan sanaga. Hop, kassir degan lavozim bo'lmagan, unga ehtiyoj tug'ilmagan deylik va 2025-yilda yangi kassir degan lavozim yaratyapmiz. Va o'sha lavozim uchun ishga olyapmiz. O'shanda 3 qo'yiladi. Yangi u joriy yilda 2025-yilda yangi ish o'rni hisobiga olingan. Va 4 mavsumiy ishlar uchun bu yerga 4 qo'yib keltirish kerak bo'ladi. Demak, bizning buxgalterimiz doimiy ishchi hozircha. Keyingisi kassirimiz mana fevralda yaratilgani uchun bu 3 bo'ladi. Xo'p, eslatib o'taman yana marta, mana bu joylar soliq uchun umuman ahamiyati yo'q bo'lgan joylar hisobotga olishda. Mana bu ishchini jishiri soliq uchun, hisobot uchun eng muhim joy hisoblanadi. Mana shu jishiriga qarab avtomatik qilib ishimizni tortib beradi. Hop, keyingisi jami hisoblangan mehnat haqi to'lash tarzidagi daromadlar deyapti. Bu yerga o'sha oygacha bo'lgan hamda o'sha ham kiradi. Jami oyligini yozish kerak ekan. Xo'p, misol uchun mana bu rahbarimiz oyiga 4 million so'mdan oylik oladi. Bu degani jami hisoblangan oylik biz fevralni hisobotini borayotganimiz uchun yanvar va fevralni jamisini yozish kerak. Agar oktyabrni hisobotini borganimizda yanvardan to oktyabrgacha bo'lgan oyligini qo'shib yozardik shu yerga. Hop, misol uchun demak 4 million va yana 4 million oylik yoziladi. Jami 8 million so'm oylik oladi. Keyingisi buxgalterimiz hop oyiga 5 million so'mdan daromad topsin. Demak, ikkita oyiga u 5 million so'mdan 10 million so'm daromad topgan bo'ladi. Mana 10 million so'm bo'ldi. Jami oylik hozircha 18 million so'm. Demak, shundan hisobot davrida hisoblangan mehnat haqi to'lash tarzidagi daromadlar deyapti. Hop, bu 12-ustunga ishchini, xodimni o'sha oyda hisoblangan oyligi yoziladi. Qo'liga tekkan emas, hisoblangan oyligi. Demak, rahbarning jami olgan oyligi 8 million bo'lsa, demak o'sha oyda olgan oyligi 4 million so'm bo'ladi. Buxgalterni o'sha oyda olgan oyligi 5 million so'm bo'ladi. Bo'ldi, endi 3-ishimiz. Hop, kassirimizni oyligini yozish kerak. Kassirimiz o'zi e'tibor bergan bo'lsak, fevralda ishga olingan, yanvarda ishlamaganini hisobiga, demak yanvarda olgan oyligi yo'q bo'ladi va kassirga biz 2 million so'm oylik belgilab qo'yganmiz. Oyiga 2 million so'm oylik yoziladi. Demak, o'sha oyda olgan oyligi 2 million so'm bo'ladi va jami oyligi ham 2 million so'm bo'ladi. Nega? Chunki yanvar oyida kassir bo'lmagan. Faqatgina fevral biz uchun jami oylik bo'ladi. Keyingisi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i deyapti. Bu yerga jami hisoblangan soliq summasi, mana jami oylik qancha bo'lsa, o'shandan 12% daromad solig'i uramiz. Keyingisi shundan hisobot davrida hisoblangan soliq summasi deyapti. Bu endi o'sha oydagi daromad solig'ini yozish kerak. Formula qo'yamiz. 8 milliondan 12%. Demak, 960 ming so'm va qolgan kategoriyalarga ham xuddi shunaqa formula beramiz. Mana 2 milliondan 240 ming so'm, 2 milliondan yana 240 ming so'm. Bu yerda 10 milliondan 1 million 200 ming so'm daromad solig'i, 5 milliondan 600 ming so'm daromad solig'i hisoblanyapti. Va bo'ldi. Oddiy shaklimizda hisobot shunaqa to'ldiriladi. Demak, ishchilar qo'yiladi, lavozimlar qo'yiladi, jishir, bu yerda to'ldiriladi ish o'rinlari hamda jami qancha oylik olgan, shu oy bilan birga o'sha oyda qancha oylik olgan va qancha daromad solig'i hisoblangan. Xo'p, qolgan qat'iyalarni keyingi murakkab shaklimizda ko'rib chiqamiz. Endi bu Excel'imizni saqlanib qilamiz. O'zimizga kerakli papkamizni рабочий stol bo'la qolsin. Рабочий stolda oylik hisobot fevral 25 deb saqlanib qo'yamiz. Bo'ldi, undan chiqib ketmay turamiz. Endi bu yerda faylni biriktirish degan joyda o'sha hozirgi hisobotimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Hop, ochamiz va mana рабочий stolning ichida oylik hisobot fevral 25 turibdi. Shuni открыть qilib tanlaymiz va mana hisobot shakli tanlanadi. Hop, demak, keyingi ishimiz hisobot davrida ishlovchilarning o'rtacha soni deyapti. Demak, fevral oyida nechta ish ishlatgan bo'lsa, shu qo'yiladi. Atak hisobotda bu joyi ham muhim emas. Bizda 3 ta ishchi ishlaydi. Keyingisi shundan asosiy bo'lmagan ish joyi bo'yicha deyapti va nechadir nafar.
Demak, 3 nafar ishchimiz bor va 1 nafar o'rindosh misol uchun. Shu yerda bir xop ketish kerak bo'ladi. Bizning hisobotimizga ko'ra hech kim o'rindosh emas, demak, joyida qolaveradi. Keyingi ishimiz daromad soliq hisob-kitobini to'ldirish. Uning uchun mana bu yerda aytdik boya ko'p joylarni to'ldiramiz, har joylar o'zi kelib chiqadi dedik. Hop, 0.11-satr kodiga qaraymiz. Bu yerda mehnatga haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan daromadlar deyapti. Hop, soliq kodeksining 371-moddasi hisob-kitobga 4-ilovaning 11-ustini yoz deyapti. Biz uchun hisob-kitobga 4-ilovaning 11-ustini bu mana bu bo'ladi. Mana 4-ilovaning 11-ustini summasi 20 million so'm. Endi hop, hisobotni bunday tepasiga chiqadigan bo'lsak, mana o'zi yozib qo'yibdi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq ijtimoiy soliq hisob-kitobga 4-ilova deb yozib qo'yibdi. Biz mana shundan bilyapmiz, bu 4-ilovani 11-ustida 20 million so'm yozilishini. Endi mehnatga haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan daromadlar qanday daromadlar o'zi? Bizga havola berib ketyapti. Mana soliq kodeksining 371-moddasini ochsang, o'sha daromadlarni yoyib berganman deyapti soliq. 371-moddani ochamiz biz ham. Va mana mehnatga haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan daromadlar. Xo'p. Ish pay narxlaridan tariq stavkalardan kelib chiqqan holda bajarilgan ish uchun ish haqi, ilmiy daraja, faxriy unvonlar, rag'batlantirish to'lovlari, bu mukofotlar bo'lishi mumkin, ustamalar bo'lishi mumkin, kompensatsiya to'lovlari, yoki ishlamagan vaqt uchun haq to'lash. Bu bo'lishi mumkin, otpuska bo'lishi mumkin. Hop, keyingisi mana bu yerda rag'batlantirishni yoyib bergan. Yillik ish yakunlari bo'yicha pul mukofotlari, ta'tilga qo'shimcha haqlar, kasb mahorati uchun beriladigan pullar, moddiy yordamlar, kompensatsiyada mana noqulay sharoitda ishlaganligi uchun to'lov. Demak, bularning hammasi biz uchun mehnatga haq to'lash bo'ladi va shu hisobotda mana shu 4 millionni ichida ko'rsatib ketish kerak ekan. Misol uchun rahbar 4 million so'm oyligi bor, keyin 1 million so'm mukofot berganmiz, 1 million so'm kompensatsiya berganmiz. Jami daromadi 6 million so'm bo'ladi va bu yerga 6 million so'm yozib ketish kerak ekan. Hop, endi hisobotga qaytamiz va bu yerga 0.11-satrga demak 11-ustun summasini yozish kerak. 11-ustunda boya aytdik, mana 20 million so'm turibdi. 20 million so'm. Keyin 0.110 deyapti. Shundan hisobot darda hisoblangan. Endi 12-ustun. ustunda endi davom etamiz. Hop, 11 million yozdik. Keyingi ishimiz mana bu yerda 0.50-satr bor. Hop, stavkalarni yozish kerak. Birinchi stavka biz uchun ijtimoiy soliq stavkasi bo'ladi. Buni tepaga chiqamiz mana. Ijtimoiy soliq stavkasini yozish kerak ekan. Hop, 12, 25, 7.4 tanla deb qo'yibdi. 12% stavka bu boshqa korxonalar uchun, 25% byudjet tashkilotlari uchun, 7% bilamiz so'z tashkiloti uchun, hamda 4% nogironlikka ixtisoslashgan korxonalar uchun. Biz 12% qilib ketamiz. Bu yerga daromad soliq stavkasini yozish kerak mana. Bu ham 12%. Hamma o'zi hisoblab beryapti. 2.400 ming, 2.400 ming to'laysan deb. Bu yerga mana NPSga hisoblangan summaga mana bu yerga yozish kerak ekan NPS summasini. NPS summasi o'z borish tartibida bo'ladi. Xuddi oylikdagi mana jami oylik maoshimiz 20 million bo'ladigan bo'lsa, o'sha yanvar fevralda biz NPSga ham xuddi o'sha ikkovini qo'shib yozishimiz kerak. Demak, 20 milliondan 20 ming so'm NPS solib beramiz. Va bo'ldi, mana hisobotimiz tugadi. Demak, qiladigan ishimiz shu. Birinchi o'rinda detallarni to'ldirish, shablonni yuklab olib, ishlarimizni to'ldirish, qancha oylik olgan bo'lsa kiritish. Keyingi ishimiz shu Excel shablonga qarab hisobotni to'ldirib chiqish, kerakli ustunga kerakli summani yozib va oxirida tekshirib chiqamiz. 2.400 ming demak ijtimoiy soliq chiqishi kerak, 2.380 ming daromad solig'i, 20 ming so'm NPS chiqishi kerak. Hamda oxirida jo'natish tugmasini bosamiz va bizga mana bu yerda parol so'raydi. O'sha kulchimiz paroli terib OK bosadigan bo'lsak, hisobotimiz soliqqa avtomatik ravishda jo'natiladi.